alaykum. Bugun arrayni ichidan tub sonlarni ajratib olishni ko'ramiz. Misol uchun, ya'ni bizda bitta array bor, numbers degan arrayimiz bor va uni ichida aytaylik 15 talik raqam bor. Teng 15 ta raqam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Ya'ni aytaylik 15 talik ichida raqami bor, arrayimiz bor. Shuning ichidan tub sonlarni olishimiz kerak. Tub son nima o'zi? Tub son faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar. Misol uchun 2 ham eng kichkina tub son 2 bo'ladi, faqat 1 ga va 2 ga bo'linadi. 3 ham tub son bo'ladi, lekin 4 tub son emas. Chunki 4 1 ga ham bo'linadi, 2 ga ham bo'linadi va o'ziga ham bo'linadi. Ya'ni 2 dan ortiq bo'linuvchisi bor sonlar tub son hisoblanmaydi. Faqatgina ikkita bo'linuvchisi bor sonlar tub son bo'ladi. Misol uchun 5 ham shunaqa, 7 ham yo'q, 9 tub emas, 11 ham shunaqa bo'lishi kerak. 11 ham tub son. Endi shunaqa qilishim kerakki, shuni ichidagi hamma tub sonlarni ajratib olishim kerak. Ajratib ko'rsatishim kerak. Nima qilaman? Birinchi bo'lib asosiy kutubxona chaqirib olaman. stdio.h. Xo'p, asosiy funksiyamiz int main va aytaylik menda array bor, int numbers 15 talik va elementlari aniq. 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlar. Xo'p, menda shunaqa arrayim bor. Arrayni yaratib oldim. Endi nima qilishim kerak? Buni tekshirishim kerak endi. For bilan aylantiraman. Int dan boshlansin. Count 15 gacha bo'lsin va a++. Nima qilishim kerak? Endi bu narsa 15 marta aylanadi va shart berib tekshiraman. Hozir bu yoqda numbersni int desam, birinchi bo'lib mana bu son keladi, 1 keladi. Keyin 2, keyin 3 shunaqa qilib hamma son bitta-bitta o'sha yoqqa kelib ko'radi va shu sonni men tekshirishim kerak. Faqat uni tupligiga tekshirishim uchun for ochishim kerak ekan. Bundoq qilaman, yana bitta ichma-ich for bo'lar ekan. For ochaman. Buni int j qilib chiqaman, adashib ketmaslik uchun. J bu ham j. Nechigacha? Aytaylik, mana bu son 22 bo'lganda, ikkinchi forum 22 marta aylanishi kerak. Nimaga? Uni tub sonligini, o'ziga bo'lgan sonlar ichida bo'linuvchisi bor yoki yo'qligini bilish uchun bu 22 marta aylanishi kerak. Qanaqa qilib qilaman? Numbersni inchi marta aylansam. Mana. Endi tekshiraman. If agar numbersni inchi foizli bo'linsa j ga va teng bo'lsa 0 ga, bitta count ochib olaman shu yerda. Ya'ni bo'linuvchisi bor ekan. Shu bo'linuvchisini saqlab ketish uchun har doim bitta count ochaman. Ya'ni har for aylanganda har bittasi uchun alohida count ochiladi, boshlang'ich qiymati 0 ga teng bo'lib. Agarda bo'linuvchisi bo'lsa, bu count bittaga oshadi. Endi nima bo'ladi? Count bittaga oshib ketaveradi va tekshirgandan keyin, bu fordan chiqqandan keyin nima bo'ladi? Tekshiraman. Agarda tub son bo'lish uchun nima bo'lish kerak edi? Count'im teng bo'lish kerak 2 ga. Agarda count 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu son tub. Mana shu son tub foiz d qilib shu tub sonni chiqarib qo'yaman. Numbersni inchi. Mana bo'ldi, shuni o'zi edi. Ishlatib o'qaman. Hozir menda chiqishi kerak, 1 chiqmasligi kerak. 2, 3, 5, 7, 11, 13 sonlari chiqishi kerak. Ishlatib o'qaman. 49. Bu eski masalani chiqara olmadim ish qilib. Numbersni inchi counting 0. Yonda bitta joylashab chiqarsin. Xo'p. 4 bilan 9 chiqaryapti. Count plus numbersni inchi foizli bo'linsa j ga. Okay. Count plus count 2 teng bo'ladigan bo'lsa chiqarsin. Yo'q, noto'g'ri ishladi. Xo'p, counting 0 ga. Bu yoqdan j dan aylansin, necha marta aylansin? Numbersni inchi marta. Numbersni inchi foizli bo'linsa j ga teng bo'lsa 0 ga. Count plus. Xo'p. Yo'q, bu 1 dan boshlanishi kerak edi menimcha. Va bu ham 1 dan boshlanishi kerak edi. Desam, baribir 4 bilan 9. Xo'p, noto'g'ri ishladi. Bunaqa ishlash kerak emasdi. 2 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, count kichkina bo'ladigan bo'lsa 2 dan desamchi. Endi to'g'ri ishladi. Ya'ni
demak ikkita bo'lmayotgan ekan, count 2 dan kichik bo'layotgan ekan, 0 dan boshlanayotgan hisobiga 1 keyin 2 bo'lyapti, 2 ga teng bo'lmayapti, ya'ni 2 dan kichik bo'lyapti, har doim 1 bo'layotgan ekan, bitta bo'linuvchisi bor bo'layotgan ekan. Lekin count 2 ga teng bo'lishi kerak edi bo'linuvchisi. Demak, hop, bu yerda count chiqarib ketsin va foiz deyilsin. Bu yerda endi yonidan nechta count nechaligini chiqarib ketadi. Hammasini bitta bo'linuvchisi bor. O'zini hisoblamayapti. Hammasida bitta bo'linuvchi bo'ladi, chunki o'zi hisoblanmayapti. O'zi hisoblanishi uchun bunaqa bo'lishi kerak. Bu 0 dan boshlanishi kerak, bu ham 0 dan boshlanishi kerak. Mana endi faqatgina 1 chiqdi. 2 ga teng bo'lsa deydigan bo'lsam, 2, 3, 5, 7, 11, 13 mana endi chiqdi. Ya'ni o'zini hisoblamayapti. Nima dedim men? Tub son bo'lishi uchun o'ziga va 1 ga bo'linishi kerak. Hozir undan kichik bo'lsa, mana bunaqa deb qo'ysam, o'zini hisoblamayapti dedi. Mana endi bunday qilsam, o'zini ham hisoblayapti. Itak shunaqa. Mana yakuniy kod shunaqa bo'ladi. Tub sonni topadigan nima qilyapti? Mana bu yerda boshidan tushuntirib beraman. 15 marta aylanyapti, chunki ichidagi sonlar 15 ta. Count 0 ga ochyapti tub sonligini sanash uchun va J 0 dan mana buni nima qildim? Numberslarga bunaqa qilib qo'ygan bo'lsa xato berdi, chunki shunday ham tub sonni chiqarib beryapti, faqat o'ziga bo'lmayapti. Oxirida o'zini bo'lganini ko'rsatmayapti. O'shaning uchun bunaqa qilib qo'ydim va buni ko'rsatyapti. Itak numbersning inchisi bo'linsa, bitta bo'linuvchisini topsa 1 ga oshiryapti, 2 ga teng bo'lsa chiqarib beryapti. Shunaqa holatda bo'ladi.